Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, do'stlar. Endi biz o'rtoqlar hozir qayerdamiz? Videoni albatta oxirigacha tomosha qiling. Bu safar o'rtoqlar qadrdonlar, xullas ko'rdilaringa o'rtoqlar, qanday mashinalar topshirilyapti. Siz ham niyatni yaxshi qiling, xudo xolasa bu o'yinimizda 10 dona avtomobil qo'yilgan. Biz juda ham xursand bo'lamiz mana shunday avtomobillarni O'zbekistonning xohlagan viloyatlariga topshirishga. Faqatgina bilet olishdan oldin yaxshi niyat qilamiz. Biletlarni banglatib olamiz do'stlar. Biz bo'lsa o'rtoqlar startda biz hamisha o'rtoqlar zaryajinda bo'lib turamiz. Mana shunday Ulug'bek Qayumov komandasining o'rtoqlar poddesh qilgan ishtirokchilarimiz. Men sizlarni uyaltirib qo'ymayman. Men o'yinimga yana bir marta aytaman, 100% javob beraman do'stlar. Bemalol kiramiz, biletlarni qo'rqmasdan olamiz. Siz ancha yildan beri o'ynayapsizmi? Hali ishtimay yutmadingizmi? Men o'yinimda 1000 rubl yutgan odamga ham kerak bo'lsa telefon qilib tabriklab beraman. Shunday ishtirokchilarimiz bo'ladigan bo'lsa, bittadan reaksiyalar bosib qo'yamiz do'stlar. Videoni tomosha qilamiz o'rtoqlar. Bundan keyin do'stlar, kechga yoki ertaga video chiqadi. Yangilikni eng bombasi, eng dodasi faqatgina meni kanalimda Ulug'bek Qayumov kanalida do'stlar. Poddeshkani bosamiz. O'ylaymanki, hamma ishtirokchilarimizni men rozi qilaman. Bittadan likelar o'rtoqlar, videoni darsh tomosha qilamiz. To'y do'stlar, xudo xolasa mana shunday to'y sizni ham xonadoningizda davom etadi. Hammaga omad. Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda mana balla gap atadi yomanda. Xorazmdan salom aytdim salomda, qo'shiq aytib keldim sizlar tomona. Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda mana balla gap atadi yomanda. Xorazmdan salom aytdim salomda, qo'shiq aytib keldim sizlar tomona. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, do'stlar. Endi biz o'rtoqlar hozir qayerdamiz? Videoni albatta oxirigacha tomosha qiling. Bu safar o'rtoqlar xuddi mana shu joyda o'tgan safar Labo avtomobillar bilan turgandik. Hozir bo'lsa do'stlar, ko'p turganlaringizdek Gentra avtomobili Qashqadaryoga qarab ketyapmiz o'rtoqlar. Ozgina 50 kilometrgina masofa qoldi. Darsi videoni tomosha qilamiz. Albatta niyatga yaxshi bilet oling. Mana shunday mashinalar sizga ham xonadoningizga olib topshirish nasib qilsin. Hammaga omad. Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda mana balla gap atadi yomanda. Xorazmdan salom aytdim salomda, qo'shiq aytib keldim sizlar tomona. Assalomu alaykum hammaga. Tabriklaymiz Humoyun aka. Gentra avtomobili 2022-yil oppoq va'da berganimizga o'sha lyuki bilan avtomat коробка ekan. Свежий mashina. Ikkalamiz gaplashib telefonda. Kayfiyat zo'rmi? Nimaga xafa deysiz? Hayajon bormi yo'q? Yaxshimi hammasi?
Hammaga mana shu xonadonga qulluq bo'lsa, mana shu xonadonga yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Hammalarga qo'li qo'shnilar, kimda qanday tadbirlar bo'lsa, Humoyun aka yaxshiliklarga buyursin. Biz faqat xursand aka, biz topshirishdan hamisha xursand bo'lganmiz aka. Yana ham xursandmiz, Xudo xohlasa mana shu mahallalarga qolgan aka-ukalar, opa-singillarga ham shunday maoshlar nasib qilsin. Humoyun aka, ikkita kalit bering. Tekshirib olamiz. Qabulmi? Tabriklaymiz. Yaxshi kunlarga o'tib oldim. Qabullatib endi aka bosib yuraveradi. Menga aytdingiz Humoyun aka. Kel deb yurasiz aka. Xudo xolasa Qashqadaryo ahli mana akani o'tkazib ko'rdik biz Kavkara. Labo'lobor topshirganda. Qashqadaryoga bu yilning o'zida 2 dona mashina. Xudo xolasa bundan-da ko'p mashinalar nasib qilsin, biz faqat xursand bo'lamiz. Humoyun aka yana bir bor tabriklayman. Otalaringiz, onalaringiz hammasi endi mazzaqib aylantirib yurasiz umid qilaman aka. Mashina bormidi? Ko'p ha? 2 ta 3 ta mashina bor dedingiz ha? 4-chi aka muborak bo'lsin. Yana ham ko'payaversin. Akbar aka, tabriklayman aka. Xonadoningizga mashina nasib qildi aka. Bu mashinalarda juda ko'p ishtirokchilar ishtirok etadi. Men ko'pincha ham topshirishni tushuntirishganiga qilaman obunachilarga. Har bitta pul tikkan ishtirokchilar xohlaydi mana shu mashinani yutishni. Shuncha ishtirokchining ichidan mana shu omadli inson, nasib qilgan inson o'g'lingiz ekan, tabriklaymiz. Bu o'zi bo'lmaydi aka, bu yutishni odamlar bizda bo'ladi 1000 rubl yutsa ham o'shani kartasiga tushsa xursand bo'ladiganlar bor. Bu mashina aka. Xudo xolasa nima deymiz endi? Faqatgina yaxshi kunlarga, buninglar tagidan shamollar bo'lsin, faqat tadbirlar, to'ylar bo'lsin. Akbar aka, tilaklar bo'lsa, ikki og'izga. Rahmat sizlarga ham. Nasib bo'lsa mana shunday mashina olib kelishlardan charchamaysiz. Va rayonni oqlisdi. Nasib bo'lsa shu mana shunday mashinalar bilan olib kelib, hammani xursand qilib yuraveringizlar. Ishlaringizda omad. Obunachilaringiz ko'payaversin. Mana shunday mashina hammaga nasib qilsin-da. Rahmat. Rahmat sizga. Xullas Qashqadaryo. Jaytira muborak bo'lsin hammaga. Mahallada Xudo xolasa endi maza qilib yuringlar aka. Tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana shu nevaram Humoyunjon mashina tutdi. Bundan-da yaxshilarni tutsin. Avvalambor otajoni xushcha qarisin. Bizlari ham xushcha qarisin. Sog' salomat bo'lsin. Yaxshi mashina. Onaxonni Xudo xolasa mazza qilib aylantirib yuring shahar bo'ylab. Assalomu alaykum bobo. Assalomu alaykum. Rahmat, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamang. Bir ikki og'iz nevarangiz bo'ladimi? Humoyunjon. Mana shu jeytirani egasi bo'ldi mana. Bir xursand bo'lsa, bir ichida bir ozgina niyat tilaklar bo'lsa musofirlar uchun ikki og'iz bir tabrik, duo qo'ysangiz bo'ladi. Sağ olunuzlar, selamat olunuzlar. Bana Humoyunjon bana bayram bilan bayramda yapmışmak. Tabriklaymiz. Uzun yıllar bunu bir halva koyduk. Sağ selamat olun. Sizlerge rahmet. Yeni halva sağ selamat olun. Tabriklayman aka, yana bir bor. Uzoq yillar bundan da zo'r mashinalar nasib qilsin aka. Qolgan ishtirokchilarga ham, kuzatuvchilarimizga ham nasib qilsin. Hamma niyat qilib o'ynaydi. Biz Xudo xolasa vazifamiz bitta aka. To'g'ri o'ynash, mashinani egasiga yetkazib berish aka. Biz charchamaymiz aka. Pardeshka bo'lsa biz faqat olgan gazni bosamiz. Buni aka tabriklaymiz.
anaga o'ttirdi-da, hozir ana stolga o'ttirdi hozir. Nima aytibsan? Aka. Borsin menga. Akaga. Ayağını. Qoch. Shunday YouTube'lar bo'lib, hammaga shunday hayotda har bir odamga YouTube bilan yashashni yomon tinch bo'lib, mamlakatimiz obod bo'lib, mamlakatimizda zolimlarga yo'q bo'lsin, hammaga omad bo'lsin. Mana shu xonaga insoflari Alloh umriga, rizqiga, nasliga, kasbiga, moliga, o'taniga, savdosiga, tijoratga, butun do'kon ziroatlariga, bergan texnikalariga, yangi texnikalariga samoviy orzuda ofat kulfat balolarga Allohimizni omon saqlagin. Allohumma ihfazna ya Sayyid min jami'il balai wal afat rahmatika ya oldiga oldilar bor-ku. 108 kun bo'ldi. Ya, 108 gacha qishga kela olmaydi. Bag'lanib tomosha keladi. Aka, faqat bitta narsa, bitta iltimos bor. Qara Humoyon aka, gapirmangiz, mana kamerani olib men yana bir bor aytaman. Nakliga turibdi Humoyon aka. Ikki oy aka Surogini ayting. Surogini. 10 kun bo'ladi. 10 kun ma'lum. Bitta farlatib yuring. Hech kimga o'xshirgani yo'q. Ko'rlaringiz bizga o'xshirib keldi. Mana mashina olib berdingiz-ku. O'shani o'zi reklama. Bega. Bo'ldi. 3 5 sizlarga yo'lboz qaytadi. Mana. Rahmat senga, rahmat. Ketdiga. Mayli. Charchamaydi. Bizdan bir to'g'ri. Rahmat juda katta. Rahmat obunachilarga ham. Yana o'tamiz o'rtoqlarga. Esim chiqarib olmang. Rahmat. Charchamaydilar, yaxshi.